O'zbekistonda yangilik do'stlar. Endi mana bunday holatda loy-lo'mbozni qilganingizdan keyin yorilib ketib, uni ustiga endi ketayotgan bo'lsangiz, oyog'ingiz botib loy-lo'mbozga sichqon kalamush yo'rib joningizga tegdim. Mana sizlarga yangilik do'stlar. Buni zo'r tomoni do'stlar, oddiy qilib turib bitta mana shunaqa qilib quyib yuborasizlar. Quyganingizdan keyin o'zi, ya'ni uklonini ovolaydigandan bo'ladi. Buni zo'r tomoni sichqon kalamush yemaydi. Eng qizig'i ustunlarga nagrizga tushmaydi. Tomlarni ustini yuqoriroq qilsalar ham bo'ladi. Loy-lo'mbozdan ya'ni 4 barobar yengil bo'ladi. Qalinligiga keladigan bo'lsak 5-6 santimetr bo'ladi. Ushbu joyimizga ham 5-6 santimetrdan chiroyli qilib qurib berishgan, ya'ni zo'r qilib qilib bo'ladi. Bir kunda akalarimiz 150-200 kvadrat metrni bemalol qilib beramiz deyotgan, 20 yilgacha garantiya berishadi. Bu nima desalar, ya'ni penalomboz xizmati bo'ladi. Buni zo'r tomoni 1 kvadrat metrning narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, 35 ming so'm bo'ladi, ya'ni 5-6 santimetrli bo'ladi. 10 santimetrli desalar 45 ming so'm undan yog'iga ketaveradi. Bu narxlarning ichida O'zbekiston bo'ladi. Dastavka, ustanovka, penalomboz, usta haqqi hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Sizdan talab qilinadigan narsa